Ta'lim tizimini barcha pog'onalarda o'qishga intilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlaymiz va ularga iloji boricha ko'p sharoitlar yaratamiz. Mana qizim Nurullayeva Sokina xalqaro ingliz tili sertifikatidan 7 ballni qo'lga kiritdi. Biz bundan oilaviy juda ham xursand bo'ldik. Dadasi, bobo-buvilari hammamiz juda ham xursand bo'ldik. Buni ta'sirlab berish hozir juda ham qiyin xursandchiligimizni. Chunki juda ham biz kutgandik o'zi. Qizimdan bunaqa natijalarni, harakatlari juda ham yaxshi edi, o'qishga qiziqishlari. Buning uchun ustozlarga ham katta rahmat aytaman, hurmatli prezidentimizga ham mana yoshlarga juda ham katta imkoniyatlar yaratib beryaptilar. Tillarni o'rganishga katta sharoitlar yaratilgan. Qizimning maktabida ham shunaqa ustozlarga ham rahmat kattakon. Bu ularning ham yutug'i, ularning ham natijasiga ancha yordam berishdi. Rahmat. Boshqa ota-onalarga ham tavsiya qilaman, farzandlarini o'qishiga qancha imkoniyat yaratib berishsa, sarmoya kiritishsa yutqazishmaydi. Men 2024-yil avgust oyida xalqaro IELTS sertifikatidan 7 ballni qo'lga kiritdim. Umuman olganda bu sertifikat, ya'ni ingliz tili men uchun, karyeram uchun eng boshlang'ich nuqta desa ham bo'ladi. Chunki men kelajakda mexanik injener bo'lmoqchiman. Bu yo'nalishni tanlashimga bir qancha sabablar bo'lib, asosiy sabab bu bizni vatanimizni rivojlangan davlatlar ro'yxatida yana ham yuqoriroq o'rinlarni egallashi uchun texnologiyalar asrida biz yoshlarning texnologiyalarni rivojlantirishimiz juda ham muhim o'rin kasb etadi. 21-asrni texnologiyalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Umuman olganda, fizika va matematika fanlari yoki kimyo, biologiya qaysi fan bo'lishidan qat'iy nazar, biz til bilmasak, o'z turgan nuqtamizda qotib qolaveramiz. Insonni ko'zini ochadigan, dunyo qarashini kengaytiradigan asosiy ingliz tilida aytganda tool desak, bu til bo'ladi. Chunki siz qanchalik ko'p tilni bilsangiz, shunchalik dunyo qarashingiz keng bo'ladi va o'zingiz bir nuqtada turib boshqa kengroq masofalarni ko'ra oladigan bo'lasiz. Majoziy ma'noda. Men ingliz tilini o'rganish jarayonimda juda ham ko'plab ma'lumotlarni o'rgandim. Nafaqat fizika, matematika yoki ingliz tilini o'zi, grammatik jihatdan, ammo siz ingliz tilida tekstlarni o'qiganingizcha yoki sertifikatga tayyorlanish natijasi jarayonida siz kimyoni ham, biologiyani ham yoki sport turlari yoki falsafa, har qanday sohadagi narsalardan bilim olasiz, ozuqalanasiz va bu sizning kelajagingizda juda ham katta o'rin kasb etadi. Ulardan qaysi kasbni tanlashingizdan qat'iy nazar foydalanishingiz mumkin. Ingliz tili o'rganish jarayonimda prezidentimiz suhbatlarini, ularning yoshlar bilan bo'lgan muloqotlarini kuzatib bordim. Ular juda ham ko'p ta'kidlaydilar. Inson nafaqat 1 yoki 2, balki 3 ta va undan ko'proq tillarni bilishi kerak. Shu bilan birga bizning vatanimiz yoshlar bilan rivojlanadi. Yoshlar qanchalik kelajagi porloq bo'lsa, davlatimizning kelajagi ham yanada rivojlanadi, porloq bo'ladi.